Ko'ring sevgilim, chol o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi kampir. Qaramda. Ya o'yla ovozing o'tsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni tarjima ol. Chol, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti, ana bunday avayam yo'q. Manda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi manda. Mana. Chol, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duolaylik, 2 yilning qolimi yo'qmi? Paddaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsiz. Ovqat qilyapman. Keling, ana lampochka chiqingizni berib turing. Nima qilyapsiz? Molxonasi bet o'chib qolibdi, paddaringlar. Man of truth, I'm Mr. Two, it's a two, I keep like that, it's a two. Chol, hatta bir yüzümden öpeyim. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushganimda jonda. Yetdim nosimni mana. Kraliçem şikeletye, Dubaiski şikelet geldi. Yeri keldi, yeri. Ayang ko'rmasin, ayang. Chol, Ana ko'rdi. Ha. menga Dubayski shikoyat bermaysizmi? Yaxki. Dada. O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Voy. Kim nima qilsa shuni qila? Bu kim yega qolma? Chol, menga Dubayski shikoyat kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolad inalamzor, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Mafiyasi degan mafiyalari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda mazza qilgan, men qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Chol, o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ular Spaniya bilan vannaga atir ko'rsatib nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Mana qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni shuni qanday qilamiz? Ay! La 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 la.